Assalomu alaykum. Shu davraga tashrif qo'ygan aziz opa-singillar, aziz o'rtoqjonlar, Dilfuzaxon, mana sizni xonadoningizdan keyin Zeboxonni bugun xonadonlariga tashrif buyurdik. Ishqilib, nima deydi, ozgina bo'lsa ham san'atimiz ma'qul kelgandan xursandmiz. Sizlarni ko'rib turganimizdan, diydor ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Siz ham Otabek akam bilan qo'shakar baxtli bo'ling, qizlarni, bolalarni rohatini ko'rib yuring. Zeboxon mana bugun shu eng yaqin insonlariga, o'zlarini o'rtoqlariga, yaqin insonlariga dasturxon yozgan ekanlar. Ilohim ihsonlaringiz Alloh dargohida qabul bo'lsin. Abdurahimjonni bugun mana sunnat to'ylar ekan. Shu o'g'limizni sunnatiga yetkazgan Allohim farz to'ylariga ham yetkazsin. Hech qaysimiz xato bo'lmasdan kelib o'tirish nasib qilsin. Shuhrat aka bilan Zeboxonga xizmatlari buyursin, farzandlarini rohatlarini ko'rsinlar. Marhamat. Endigi qo'shiqlarimiz sizlar uchun maza qilib